Yoshlik yaşım sarı kesilgan. Ondan 3 yil oldin o'zimni yiqilib qoldimda, og'izlarim achishib, qornim achishib, anab qoldi. Yurolmay shunday kichkina ahvolga tushib qoldim. Qachon kasallik aniqlangan sizda o'zi? 91-yil aniqlangan. Gepatit. Jigar sirrozi. Ha, jigar sirrozi bilan 91-yildan beri yashaysiz. 91-yildan beri yashayman. Qancha muddat davomida qabul qildingiz buni? Buni 1 oylar ichdim. Qancha muddatda o'zgarish sezishni boshladingiz? O'zgarishni birinchi ishdan sezdim birdan. Ish birdan kelish boshladi birdan. Jigar sirrozi bilan eng og'ir kurashgan paytingiz qachon bo'ldi? 91-jigar sirrozi bo'lganman. Shundan 3 yil to'xtaz bansiga yotganman. Shundan beri yuribman. 34-35 yil bo'lganda. 35 yil qaytaladim yana. O'sha holatingiz og'ir bo'lganda bilgansiz-da endi og'irligingizni. Yotib qoldim. Birdan bir kechada joyimga qolib ketdim. Mana shunday yegan joyim katta ariqdek ko'rinib qolib, o'tolmay qoldim. Shuni uydagilarim ko'tarib chiqarib qoldi. Shunday paytlar bildiki, tualet katta yerga tualetga chiqarmay qoldim. Shu yerda bo'lsa. Shu yerda bo'lsa ham chiqolmay qoldim. Shu narsalar sababchi bo'lishiga mana shu jiyanim sababchi. Shunday bor. Ichasiz davosini topazim, davo topib yuribman degan. Shuni tortdim. Nimaga eshitsam shuni ichib anasini ko'ryapman. Jiyaningiz o'zida ham shunaqa kasallik bo'lganda, adashmabman deb ayta olasizmi? Adashganman. GBRga murojaat qilib. Adashganman. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. Bugun birodarlar qarz haqida dars boshlaymiz. Qarz olish, berish, qarz nima, shariatda qarz berishlik qanday amal, shariatda qarz olishlik qanday amal. Bu mavzuni tanlashimizga sabab juda ko'p odamlar, xususan yoshlar, qarzdan qo'rqmay qo'yayotganligi ko'zga ko'rinib qoldi. Qarz olishlik oson bo'lib ketganligi uchun qarzdor bo'lganlar ham ko'payib ketdi. Ana shu qarzini uzoqmasdan xonavayron bo'lib, bori burdadan ajrab, uyidan, musofir yurtlarda qarz uzaman deb yurganlar ko'payib ketdi. Bu suhbatlarimiz orqali insonning hayotida katta bir ahamiyat kasb etadigan masala haqida bahs qilmoqchimiz. Qarz masalasi haqida. Qarz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarida marhamat qilib aytadilar. Abu Said al-Khudri roziyallohu anhudan qala nabiy sollallohu alayhi vasallam idza khalasa al-mu'minuna minan nar hubisu bi qantaratin baynal jannati wan nar fayataqassuna mazalima kanat baynahum fid dunya hatta idza nuqqu wa hudhibu udhina lahum bi dukhulil jannah. Rasululloh aytadilar, Imom Buxoriy keltirgan hadis. Mo'minlar do'zaxdan xalos bo'lishgach, jannat bilan do'zax o'rtasidagi ko'prikda tutiladilar, to'xtatiladi. Va dunyoda o'rtalarida bo'lib o'tgan zulmlarning qasosini bir-birlaridan oladilar. Nihoyat tozalanib, musofo bo'lishgach, ularga jannatga kirish uchun izn beriladi. Mazolim degani birini ikkinchisida qolib ketgan haqqi. Kim urdi, bu javob qaytara olmadi. Kim haqorat qildi, javob qaytara olmadi, haqqini ola olmadi. Kim pulini, molini oldi, yeb ketdi, qarz bo'lib ola olmadi. Mana shular to'xtab hal qilinmagunicha mu'minlarga jannatga kirishlikka izn berilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umri davomida bir marta haj qilganlar. Ana shu hajjatul vadoda 100 mingdan ortiq odam yig'ilgan joyda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Katta xutbasining bir qismi. Fa inna dima'akum va amwalakum va a'radakum alaykum haramun. Ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada. Ey odamlar, albatta qonlaringiz, mollaringiz va obro'laringiz sizlarga
bir-biringlarga haromdir. Xuddi bugungi kuningiz, bugungi oyingiz va bu shahringiz harom bo'lgani kabi. Qarz hamma zamonda bo'lgan. Hamma davrda, hamma makonda, hamma jamiyatda qarz oldi-berdi muomalasi bor bo'lgan va bundan keyin ham bo'ladi. Ammo bizni zamonamizga kelib ayrim odamlarning mana shu qarzga bo'lgan munosabati avvalgi odamlarning munosabatidaqa bo'lmay qo'ydi. Ayniqsa yoshlarni. Yoshlar qarzdan qo'rqmayapti. Qadimdan odamlar bir-biriga yordamlashgan, qiyinchilik bo'lganda ko'maklashgan, biror bir ehtiyojini qondirish uchun bir-biriga qarz berib olgan. Ijtimoiy hamkorlik uchun qarz. Odamlar modomiki bir jamiyatda yashar ekan, birini mashaqqatini yengillatishlikka ikkinchisi yordam berishlik kerak. Hamkorlik bo'lish kerak. Biri qiylanganda ikkinchisi pul berib yordam berib turgan qarzga. Qarz olingan iqtisodiy rivojlanish uchun. Bir odamning tijorati yurib turibdi, kengayishlikka zarurat tug'ildi. Mahsuloti yaxshi ketyapti. Yana bir ozgina qarz olib zavodiga kirgizsa, yana bir 10 ta 20 ta odam ishli bo'ladi, jamiyatda ehtiyoji qondiriladi. Demak, iqtisodiy rivojlanish uchun qarz olingan odamlar tomonidan zaruratni qondirish uchun qarz olingan. Biror uy kuyib ketdi to'satdan. Yo bir sel keldi, yer qimilladi, to'satdan ofat keldi. Ko'chada qolmasligi uchun shu odamga qarz berilgan. Demak, qarz insonlar orasida doim bo'lgan, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Muhimi qarz ishini islomiy axloq, shar'iy me'yorlarga muvofiq qilishimiz kerak. Qarz hayotimizdagi muhim ishlardan bittasi. Qur'oni Karimda qarz haqida oyat tushishligini o'zi bu masalalar qanchalar muhim ekanligini siz bilan bizga bayon qiladi. Boshqacha qilib aytaman. Qarz haqida oyat tushdimi? Qur'onda qarz haqida gapirildimi? Demak, bu yengil masala emas. Qur'oni Karimdagi eng katta sura Baqara surasi. Ana shu Baqara surasining eng uzun oyati 282-oyat. Qarz haqida. Astagfiru billah. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu. Ey mu'minlar, agar belgilangan muddatga qarz olsanglar, uni yozib qo'yinglar. Mana qarz olasizlar bir-biringlardan, yozib qo'yinglar deyapti. Qarzni ustida musulmonlar nima ish qilish kerakligi shariat islomiyada aniq qilib yozib qo'yilgan. Odam bolasi borki, birodarlar, qarzdor bo'lib qolishi mumkin. Inson issiq jon, zarurat to'satdan bir kutilmagan ishlar bo'lib qoladi, qarz bo'lib qolishi mumkin. Hatto Muhammad alayhisalom ham qarz olganlar, birodarlar. Oysha onamiz roziyallohu anhodan ishtara Rasululloh sallallohu alayhi vasallam min yahudiyyin ta'aman bi nasi'atin va rahana dir'an lahu min hadidin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir yahudiydan nasiyaga taom sotib oldilar, arpa. Puli yo'q, qarzga nasiyaga oldilar va unga o'zlarining temir sovutlarini garovga qo'ydilar. Rasululloh vafot etganlarida ana shu yahudiyning uyida sovut qolib ketgan edi Rasulullohning. Qarzni lug'aviy va istilohiy ma'nosi. Qarzni lug'aviy ma'nosi arab tilidan kesish, ajratish ma'nolarini bildiradi. Sababi qarz berayotgan odam o'zini molidan bir qismini kesib ajratib berayotgan bo'ladi. Bu lug'aviy ma'nosi. Shar'iy ma'nosi qarz biror kishiga ma'lum muddatga qaytarish sharti bilan berilgan pul yoki mol. Bir narsani berdingiz, pul yoki mol, paytda qaytarib berasiz. Mana shu istilohiy ma'nosi bo'ladi. Birodarlar, islom dini, shariati qarzga bir jiddiy yondashadi, bu masalani jiddiy ko'radi. Bir tomondan qarz berishlikni ulkan savobli ish ekanligini aytsa, shariatimiz, ikkinchi tomondan qarzdor ana shu mas'uliyatni his qilib tezroq qarzini qaytarib berishlikka majburligini, javobgarligini ta'kidlaydi. Kimdir aytishi mumkin. Domla, qarzni yaxshi narsa emasligini hamma biladi-yu, nima keragi bor bunaqa mavzuda dars qilishdi? Qarzni yaxshi narsa emasligini hamma biladi, nima keragi bor bunaqa dars qilishdi? Unaqa savol beradiganlarga aytamizki,
Bu gapimizni tez-tez takrorlab tursak kerak. Biz qarzdan ehtiyot bo'lish kerak deyotganimizda, manaqa yoshi katta, hayotiy tajribasi ko'p, boshidan issiq sovuq o'tgan oqsoqollarni nazarda tutmayapmiz. Bu darsimizdan ko'zlangan maqsad yoshlar. Zamonamizga kelib mana shu qarz olish, kredit olish, nasiyaga buyum olishlik ommaviy tus olib ketdi. Endi ana shu olinayotgan qarzlar, nasiya buyumlar aslida kerak bo'lmagan narsalar bo'lib qoldi. Telefon, mashina, konditsioner, mikrovalnovka zarurat emas. Ammo yoshlarning orasida shu narsa ommaviy bo'lib ketdi. Tushunarlika, bu darslarda biz kimni maqsad qilyapmiz? Biz yoshlarni maqsad qildik mana shu darsimizda. Chunki yoshlarda dunyoga bo'lgan rag'bat kuchli bo'ladi. Hali boshidan issiq sovuq o'tmagan bo'ladi. Dunyoga, orzu-havasga, zeb-ziynatga xaris bo'ladi. Ularda atrofidagi olam, interneti, televizori, ulpatlari mana shu dunyoni zeb-ziynatiga bo'lgan xirsini kuchaytiradiki, kamaytirmaydi. Bir marta yashaymiz. Yoshlikda o'ynab qolish kerak. Ulgiysan qolgan narsaga. Hamma olyapti-yu. Bir gap bo'lar, olaver. Tushunarliga bu ma'ruzalar, bu darslarimiz kimga ekan? Yoshlarga. Asl shuki, qarz yaxshi narsa emas. Agar qarz yaxshi narsa bo'lganida, yomon narsa bo'lmaganida, Nabiy sollallohu alayhi vasallam qarzdan panoh tilamagan bo'ladilar Robbisidan. Aks holda payg'ambarimiz qarzdor bo'lib qolishlikdan Parvardigoridan panoh tilamagan bo'lardilar. Oysha onamiz roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam namozda ba'zi rivoyatlarda salomdan oldin shunday duo qilardilar. Allohumma inni a'udhu bika min azabil qabr va a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal va a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allohumma inni a'udhu bika minal ma'thami wal maghrami. Ya'ni Rasululloh duo qilar ekanlar, ba'zi rivoyatlarda salovatni o'qib bo'lib, salom berishdan oldin shu duoni o'qir ekanlar. Parvardigor, men sendan azobi qabrdan panoh tilayman. Masih dajjal fitnasidan panoh tilayman. Hayot va mamot fitnasidan panoh tilayman. Parvardigor, men sendan gunohdan va qarzdan panoh tilayman. Sahobalar, ya Rasululloh, nima uchun bunchalik qarzdan ko'p panoh tilaysiz deyishdi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Innar rajula idza gharima haddatha fakadaba va wa'ada fa akhlafa." Rasululloh aytdilar: albatta kishi agar qarzdor bo'lib qolsa, gapirsa yolg'on gapiradigan bo'lib qoladi, va'da bersa bajarmaydigan bo'lib qoladi. Bu munofiqlikning alomatlaridan ikkitasi. Yolg'on gapiradi, va'dasiga xilof qiladi. Yana payg'ambarimiz mana shu qarzdor bo'lib qolishlikdan panoh tilab Robbisiga duo qilar edi. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn va zal'id dayni va g'alabatir rijal. Parvardigor, g'am qayg'udan, ojizlikdan, dangasalikdan, baxillikdan, qo'rqoqlikdan, qarzni bosib qolishidan, ya'ni qarzni to'lolmay qolishdan va odamlarning g'olib kelishidan sendan panoh tilayman. Qarz haqida aytilgan so'zlar, ulug'larimizning so'zlari. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi: "Iyyakum vad-dayn, hammun bil-layli va madallatun bin-nahar." Qarzdan ehtiyot bo'linglar, chunki u tunda g'am, kunduzi xorlik. Ali roziyallohu anhu aytadi: "Ad-daynu la yunamu lahu bil-layl va la yuhdau lahu bin-nahar." Qarzni deb tunda uxlanmaydi, kunduzi esa xotirjam bo'linmaydi. Abdulloh ibn Umar aytadi: "Li an amuta va laysa alayya daynun ahabbu ilayya min amuta va mali mithla Uhudin." Men zimmamda qarzim bo'lmasdan o'lishim meni Uhud tog'icha molim bo'lib turib o'lishimdan suyukliroq. Hasan Basri aytadi: "Law kana rajulun yamshi wa huwa madyunun la kanat rijlahu fil quyud."
Qarzdor odam ko'chada yurgan bo'lsa ham oyog'i bilan, o'zi aslida oyoqlari bog'langan bo'ladi, deyapti. Buni haqiqatini o'sha yoshlar katta pulni olib, bo'yniga qarzni ilib, pachag'i chiqqandan keyin ine biladi. O'zi avvalgi hayotim zo'r edi ekan. Yegani yelim, kiygani kapan bo'lib, ko'chaga chiqa olmasdan hayotidan osoyishtalik ketgandan keyin aytadi, o'zi hayotim zo'r edi ekan deydi. Sufyon as-Savri aytadi, "A'zamun nasi hamman al-madyunu." Eng katta g'ami bor odam kim? Qarzdor odam, deyapti. Ibn Qayyum Zodul Ma'odda aytadi, qarz insonning dindorligini zaiflashtiradi va dunyoda xor qiladi. Boya darsni boshida aytdim, albatta hammamizda ham atrofimizda odamlar bilan muomalamiz bor, haqqimiz bor, qarzimiz bor, insonmiz, bo'ladi hammada. Lekin eshitib qo'yinglar, ayniqsa yoshlar. Qanchalik muhim emas, qarzingiz bormi? Shu qarzingiz ishingizni amallab, ilgarilab ketishlikdan to'sib turadigan to'siq bo'ladi. Soddaroq qilib aytsak, qarz ishingizni orqaga tortadi. Qarz orqaga tortishligini hayotda odamlar ko'p kuzatgan. So'rab surishtirsangiz, ayrim odamlar o'sha ozmida ko'ppida qarzini uzganidan keyin ishi tezlaganligini, rivojlanganligini ko'rishgan. O'zi bor, berib qo'ya olasiz, bermaysiz-da. Turib tursin deysiz. Birodan $500 qarzingiz bor, palonchidan $300 qarzingiz bor, palonchidan $1000 qarzingiz bor. Yig'ishtirib kelsa 2000 ga bormaydi. Pulingiz bor. Kulyapsiz-a? Bor, uzib qo'ya olasiz, unga muhtojligingiz yo'q. Shu qarzni to'lab qo'ysiz, ko'chada qolmaysiz, bermaysiz. Bermayapsizmi? Ishingizni orqaga qolishini ko'ravering. Hayotda tajribada o'tkazilgan, sinalgan narsa, o'sha ozmida ko'ppida qarzini uzib bo'lganidan keyin ishlari oldiga yurgan odamlarda. Imom Shofiy aytadi, "Al-qardu qaniyatul layl." Qarz tungi uyqusizlikdir. Nimaga qarz ishni orqaga tortadi? Birinchidan ruhiy bosim. Qarzdor odam doim stress ostida yashaydi. Fikri, hayoli faqat qarzini uzish bo'ladi. Endi bunaqa kallasi band bo'lgan bosimdagi odamda yangi tijorat fikrlari, biznes ideyalari bo'lmaydi. Ikkinchidan moliyaviy cheklanish bor qarzdorda. Chunki qarzini uzishga ketadi puli. Ozgina pul topsa qarzga olib borib berish kerak. Yangi bir imkoniyatlar bo'lganda qo'lida sarmoyasi yo'q. Uchinchidan vaqtni, quvvati ketadi. Chunki qarzni boshqarish kerak, haqdorlar bilan muloqot qilish kerak, ularga borib turib egilishingiz kerak, holingizni tushuntirishingiz kerak, quvvatingiz ketadi, energiyangiz ketadi. To'rtinchidan jamiyatdagi mavqeingiz orqaga ketadi. Qarzdor bo'lib qolganligingizni bilsa odamlar, sizga bo'lgan munosabati ijobiy tomonga o'zgarmaydi. Beshinchidan yangi imkoniyatlar boy beriladi. Yangi fikr chiqdi, yangi biznes taklif bo'ldi, lekin qarzingiz bor, qo'lingizda pulingiz yo'q, u ishga kirisha olmaysiz. Umar roziyallohu anhuning so'zini yana bir marta o'qib qo'yamiz. Iyyakum vaddayn hammun bil-layli va mazallatun bin-nahar. Qarzdan ehtiyot bo'linglar, chunki u tungi g'am, kunduzgi xorlikdir. Mana endi shu qarz haqida bizni zamonamizdagi ko'zga ko'ringan g'arblik sarmoyadorlarni ba'zilarini so'zlarini o'qib beraman. Finansistlardan. U aytadi: "Men ko'p odamlarning spirtli ichimliklardan ko'ra qarzdan ko'proq pul yo'qotganini ko'rdim. Qarz bu muvaffaqiyatga erishishingizga to'sqinlik qiluvchi vositadir. Men qarz olib yutuqqa erishganlarni ham ko'rdim, lekin qarz tufayli yutuqqa erishish emas, balki qarzdan xoli bo'lib turib yutuqqa erishish haqiqiy barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlaydi." Yomon qarz, shu zamonamizdagi ko'zga ko'ringan iqtisodchilardan bittasining gapi. Yomon qarz bu sizni cho'ntagingizdagi pulni chiqaradigan qarz, yaxshi qarz esa sizni cho'ntagingizga pul soladigan qarz. Qarz ikki xil bo'lyapti. Yaxshi qarz, yomon qarz.
Yaxshi qarz cho'ntagingizga pul soladi, yomon qarz cho'ntagingizdan pulni chiqaradi. Yaxshi qarz qanaqa qarz? Zavodingiz bor, fabrikangiz bor, ishingiz yaxshi ketyapti. Mahsulotingizga talab kuchaydi, lekin imkoniyatingiz ozlik qilyapti, bir 10 ta stanok olish kerak. 10 ta stanok olsangiz, yana bir 20 ta odamni ishga olasiz, elni ehtiyojini qondirasiz, yana pul keladi. Demak, bu yaxshi qarz. Ishingizni rivojlanishiga sabab bo'ladigan qarz. Cho'ntagingizga pul soladigan qarz ekan, yaxshi qarz. Ikkinchisi nima bu? Yomon qarz. Sizni cho'ntagingizdan pulni chiqaradigan, ortiqcha orzu-havasga sarflanadigan qarz. Bizda qaysinisi ko'proq olinadi? Yana aytiladi, qarz bu sizni kelajagingizdan bugunga pul olish. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yoshlik yaşım sarı kesilgan. Ondan 3 yil oldin o'zimni yiqilib qoldimda, og'izlarim achishib, qornim achishib, anab qoldi. Yurolmay, shunday kichkina ahvolga tushib qoldim. Qachon kasallik aniqlangan sizda o'zi? 91-yil aniqlangan. Gepatit. Jigar sirroz. Ha, jigar sirrozi bilan 91-yildan beri yashaysiz. 91-yildan beri yashayman. Qancha muddat davomida qabul qildingiz buni? Buni 1 oylar ichdim. Qancha muddatda o'zgarish sezishni boshladingiz? O'zgarish birinchi ishdan sezdim birdan. Ish birdan kelish boshladi birdan. Jigar sirrozi bilan eng og'ir kurashgan paytingiz qachon bo'ldi? 91-jigar sirroz bo'lganman, shundan 3 yil to'xtaz bansa yotganman. Shundan beri yuribman. 34-35 yil bo'lganda. 31 yil qaytaradim yana. O'sha holatingiz og'ir bo'lganda bilgansiz-da endi og'irligingizni. Yotib qoldim, birdan bir kechada joyimga qolib ketdim. Mana shunday yegani joyim katta ariqdek ko'rinib qolib, o'tolmay qoldim. Shuni uydagilarim ko'tarib chiqarib qoldi. Shunday paytda bildiki, tualet katta bor yerga tualetga chiqarmay qoldim. Shu yerda bo'lsa. Shu yerda bo'lsa ham chiqolmay qoldim. Shu narsalar sababchi bo'lishiga mana shu jiyanim sababchi. Shunday bor, ichasiz davosini topasiz, men davo topib yuribman degan. Shuni totdim. Nimaga eshitsam shuni ichib anasini ko'ryapman. Jiyaningiz o'zida ham shunaqa kasallik bo'lganda, adashmabman deb ayta olasiz. Ha, adashmagan. GBRga murojaat qilib. Ha, adashgan yo'q.